Biz har kuni qayergadir shoshamiz. Rejalar, maqsadlar, tugamaydigan ishlar. Go'yo hayot poygasida marraga birinchi yetib bormasak, hamma narsadan kechikadigandekmiz. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu yugur-yugurlar ichida biz o'zimizni yo'qotib qo'ymayapmizmi? Bugun sizga taqdim etmoqchi bo'lgan kitobim Usomo Muslimning Binafsha shu'lasi asari. Aynan mana shu poygadan to'xtash va nafas rostlash haqida. Bu kitob sizga og'ir falsafiy vazlar o'qimaydi. U hayotning ichidan olingan tirik qissalar orqali biz tiklagan baland devorlarni, ichimizdagi qo'rquv va shubhalarni sindira boshlaydi. Muallifning tili shunchalik sodda va ayni paytda o'tkirki, voqealarni shunchaki o'qimaysiz, ularni qahramonlar bilan birga yashab o'tasiz. Xo'sh, nega aynan binafsha shu'lasi? Binafsha bu tushkunlik emas, bu zulmat ichida miltirab turgan umid chirog'i. Asar bizga hayotning qora kunlarida ham qandaydir nur qidirib yashayotgan insonlarning taqdirini ko'rsatadi. U yerda siz o'z og'riqlaringizni yashirib, kelgan sog'inchlaringizni va eng muhimi qaytadan oyoqqa turish kuchini topasiz. Bu kitob inson tabiatining murakkabligini, xatolaringiz bilan ham go'zal ekanligingizni eslatadi. Undagi har bir satr qalbingizdagi qotib qolgan hislarni uyg'otishga qodir. Agar siz hozir hayotingizning chalkash bir chorrahasida turgan bo'lsangiz, motivatsion kitoblardan charchab, samimiy va dardga sheriklik bo'ladigan bir suhbatdosh qidirayotgan bo'lsangiz, Binafsha shu'lasini mutolaa qiling. U sizni o'zgartirmaydi. U shunchaki sizga aslida kimligingizni va qanchalik kuchli ekanligingizni eslatib qo'yadi. Sahifalarni varaqlang va qalbingizdagi o'sha so'ngan nurni qaytadan yoqing.